Hello everybody. Today's lesson Introduction D Grammar Articles the, an, some, these, that, these, those. I can use articles and these, that, these and those correctly. Demak, bugungi mavzu Introduction D ga yetib keldik. Introduction D bilan tugaydi introduction grammatika ekan yana. Artikellar the, an, some, keyin this, that, these, those. Demak, men artikellardan foydalana olaman, to'g'ri foydalana olaman deyapti. Xo'p, demak, ko'rib chiqamiz artikellar articles the, an, keyin some, keyin this, that, this, that, these, those. Haqida ma'lumot. Batafsil ma'lumot. Ingliz tilidagi artikellar va ko'rsatuv almoshlari haqida batafsil tushuntiraman deyapti. Xo'p. Artikellar. Ingliz tilida artikellar ot oldidan kelib, uning aniq yoki noaniq ekanligini bildiradi. Ot oldidan kelar ekan, demak, uning aniq yoki noaniq ekanligini bildiradi. Ular 3 turga bo'linadi. Biri noaniq artikellar. Indefinite. Qanaqa o'qiladi? Indefinite articles. Indefinite articles. Indefinite articles. Demak, noaniq artikellar. Indefinite article. O'zi tarjimasi turibdi. Noaniq artikellar. Indefinite articles. A va n noaniq artikellar bo'lib, ular faqat sanab bo'ladigan birlikdagi otlar oldida ishlatiladi. Sanab bo'ladigan. Undosh tovush bilan boshlanadigan so'zlar oldi. I have a cat. Menda bitta mushuk bor. She bought a book. U kitob sotib oldi. And unli tovush bilan boshlangan so'zlar oldida. He's an engineer. U muhandis. She ate an apple. U bir dona olma yedi. Muhim yoki n tanlashda harflarga emas, tovushga e'tibor beriladi. Harfga emas, tovushga ekan. And university noto'g'ri, chunki university u deb talaffuz qilinadi. University. And university, a university to'g'ri. Our noto'g'ri, chunki our emas, our dan boshlanyapti. Demak, an hour to'g'ri. Endi bir aniqlik artikli definite article. The ma'lum yoki oldin eslatilgan narsalar haqida gapirilganda ishlatiladi. The sun is very bright today. Bugun quyosh juda yorqin, bright. Yerda faqat bitta quyosh bor. I read a book yesterday. The book was very interesting. Kecha kitob o'qidim. Kitob juda qiziqarli edi. I read a book yesterday. Birinchi marta ishlatilgan. The book was very interesting. Kecha kitob ikkinchi marta ishlatilganligi uchun kitob juda qiziqarli edi. Maxsus holatlarda ishlatiladi. Dunyoda yagona narsalar oldida the moon, the earth, the sky, the sun.
Dengizlar, daryolar, tog' tizmalari, gazetalar oldida, gazeta. Dengiz, daryo, tog' tizma, gazeta. The Pacific Ocean, the Alps, the New York Times. Orqadan of bilan kelgan otlarda, orqadan of bilan kelgan otlar. The Statue of Liberty. The University of Oxford. Demak, ofdan olingan z kelar ekan. Superlativ sifat oldida the best student, the most interesting book. Demak, superlativ the best student, the most interesting. The ishlatilmaydigan holatlar. Ismlar oldida I meet John. I meet the John noto'g'ri. I meet John. Ismlar oldida the ishlatilmaydi. Mamlakat nomlari oldida ba'zilaridan tashqari I live in Uzbekistan, I live in the Uzbekistan bo'lmaydi. Ikkinchisi, demak, some artikli va ko'rsatkich almashlari. Some noaniq artikl sifatida some sanalmaydigan yoki ko'plikdagi otlar oldida kelib noaniq miqdorni bildiradi. Sanalmaydigan yoki ko'plikdagi otlar oldidagi noaniq miqdorni bildiradi. Noaniq. I have some apples. Menda bir nechta olma bor. She bought some milk. U biroz sut sotib oldi. Some birlikdagi sanaladigan otlar oldida ishlatilmaydi. I bought a book. To'g'ri. I bought some book noto'g'ri. I bought a book. I bought some book. 2 demak, ko'rsatish almashlari demonstrative pronouns. Ko'rsatish almashlari demonstrative pronoun. Ko'rsatish almashlari kim yoki nima haqida gap ketayotganini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Kim yoki nima haqida gap. Ular yaqin yoki uzoq joylashgan narsalar uchun ishlatiladi. Yaqin near, uzoq far. This bu birlik, yaqindagi birlik. These bular, yaqindagi ko'plik. Uzoq that u birlik. Those ular ko'plik. Demak, yaqinda these, uzoq that, those. These yaqin, uzoq that, those. This is my pen. Bu mening ruchkam, yaqin joyda joylashgan narsa. That is your bag. U sening sumkang, uzoq joylashgan bitta narsa. These are my book. Bular mening kitoblarim, yaqin joylashgan ko'p narsa. Those are their houses. Ularning uylaridir. Uzoq joylashgan ko'p narsa. Demak, these bu yaqindagi birlik. These yaqindagi ko'plik. That uzoqdagi birlik. Those uzoqdagi ko'plik. Qo'shimcha eslatmalar. These va this hozirgi yoki yaqin joylashgan narsalar uchun ishlatiladi. That va those uzoqdagi yoki o'tgan voqealar haqida gapirilganda ishlatiladi. O'tgan voqealar. Misol, this is my new phone. Bu mening yangi telefonim. I had a car. Menda mashina bor edi. That car was very fast. O'sha mashina juda tez edi. That car was very fast. O'sha mashina juda tez edi. Demak, xulosa so'z qachon ishlatiladi? Misol, an noaniq birlikdagi ot. Qachon ishlatiladi? Noaniq birlikdagi ot oldidan ishlatiladi. I saw a dog. She ate an apple. The aniq yoki oldin eslatilgan narsalar. The sun is bright. The book was interesting. Some noaniq miqdor, ko'plik yoki sanalmaydigan otlar. I need some sugar. We bought some oranges. This yaqin birlik. This is my phone. These yaqin ko'plik. These are my friends. That uzoqdagi ko'plik. Z uzoqdagi birlik. That car is very old. Those uzoqdagi ko'plik. Those people are my neighbors. Umid qilaman tushunarli bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa so'rashingiz mumkin. Demak, tushundik. Ajoyib. Xo'p, endi birinchi mashq o'tamiz. Vocabulary nima degani? Vocabulary lug'at degani. Lug'at, so'z boyligi, lug'at tarkibi. Demak, so'z boyligi degan bo'laveradi. Demak, so'z boyligi. Match nima edi? Match bu moslaydi. Match the pictures with 8 of the words below. Demak, pastdagi 8 ta so'zlar bilan deyapti. Rasmlarni moslang deyapti. Check the meaning of all the words. Demak, check tekshirmoq, meaning nima deyapti? Of all the barcha so'zlar nima ma'no anglatayotganligini tekshiring deyapti. In the classroom, sinfxonada.
bin nima ekan endi? Blackboard doska. Blackboard bormi? Yo'q. Calculator kalkulyator. Chair stul. Computer cupboard bin nima ekan? Bin nima ekan bin? Axlat chelagi ombor orqasidan. Demak, axlat chelagi degan ma'nosi ham bor ekan. Demak, mana bu bin bo'lar ekan. Blackboard, cupboard. Shkaf. Cupboard. Shkaf. Javon sandiq devorga ishlanadigan demak. Cupboard. Demak, javonmi? Kitob javonmi shunda? Desk, parta, eraser, o'chirg'ich, ha? Eraser. O'chirg'ich. Exercise book, mashq daftar. Interactive whiteboard. Demak, interaktiv bo'lsa nima bo'ladi? Interactive whiteboard. Interaktiv doska. Pen, ruchka, pencil, qalam, pencil case, qalamdon, mana pencil sharpener, qalam uchqurlagich, ruler, chizg'ich, school bag, maktab sumkasi, shelf, shkafmidi? Shelf. Tokcha degani ham bor ekan, tokcha. Xo'p, demak eraser bo'ldi bu. Hop, javoblarga qarasak, left to right deyapti. Left to right. Demak, left degani chap, to right. Chapdan o'ngga, left to right, chapdan o'ngga. Top row deyapti. Demak, tepadan degani top row nima ekan? Top row. Top row yuqori qator degani ekan. Top degani yuqori, row degani qator ekan. Top row. Demak, left to right degani chapdan o'ngga, top row yuqori qatori. Birinchisi eraser ekan. Eraser o'chirg'ich. Ikkinchisi cupboard ekan. Ikkinchisi cupboard. Uchinchisi pencil case, buni ham topdik. To'rtinchisi ruler, chizg'ich. Endi left to right, ya'ni chapdan o'ngga. Endi nima bo'ladi? Pastki qator. Bottom row bo'ladi, pastki qator. Demak, birinchisi pencil sharpener bo'ldi. Ikkinchisi shelf bo'ldi, ya'ni shelf tokcha ekanda, tokcha, shelf. Demak, bu exercise book, mashq kitobi, exercise book. Va oxirgisi bin ekan, bu o'sha axlat qutisi dedikmi? Binni nima dedik? Bin. Axlat chelagi. Xo'p, 2. Demak, on read and listen to the dialogue. Where is Olivia's pencil case? Demak, dialogni tinglang va o'qing deyapti. Where is, qayerda Olivianing pencil case, ya'ni qalamdoni qayerda? Olivianing qalamdoni qayerda?
Demak, Charlie bilan Olivia'ni suhbati ekan. Have you got a pencil and an eraser? Eraser nima? Eraser. 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 O'chirg'ich. Right. Demak, have you got a pencil and an eraser? Demak, qalaming va o'chirg'iching bormi deyapti. I've got a pencil but I haven't got an eraser. Meni qalamim bor lekin o'chirg'ichim yo'q deyapti. The pencil is on my desk. Pencil is on my desk. Qalamim partamni ustida deyapti. Thanks. Have you got a colored pen? Colored pen. Color bo'lganda rang bo'l. Colored pen. Rangli bo'ladi. Colored pen. Colored pen. Colored pen. Rangli qalam ekan. Rangli qalam. Demak, have you got a colored pen? Demak, rahmat, rangli qalamlaring bormi deyapti. No, but I've got some colored pencil. Qalam. Pen, ruchka-yu. Qalamni berdim. Demak, rangli ruchkang bormi deydi. Yo'q, meni rangli qalamlarim bor deb. What colors? Qanaqa ranglar deyapti. Red, blue, green, brown, lots of colors. Qizil, ko'k, yashil, jigarrang, ko'p ranglar. They are in my pencil case. Ular meni qalamdonimda deyapti. Is that your pencil case? Demak, qani? Is that your pencil case? Mana bu. Demak, that qachon ishlatilardi? Demak, these yaqindagi birlik. These yaqindagi ko'plik. That uzoqdagi birlik. Those uzoqdagi ko'plik. Demak, that uzoqdagi birligida. No. Qalam seni pencil case'ingmi deyapti. No, that's Gemma's. Bu Emmaniki de. Yo'q, bu Emmaniki. My pencil case is my school bag. Demak, meni qalamdonim sumkamda deyapti. Hang on. Oh, no. It's at home. Sorry. It's at home. It's at home. Sorry. Keyin qarab ko'rsa, no, yo'q, uyimda qolibdi, uzr deyapti. Hang on. Nima degani? Hang on. Hang on ekan. Hang on. Hang on degani, demak kutib turing degani. Kutib turing degani ekan. Qanaqa aytilar? Hang on. Hang on. Hang on. Hang on degani kutib turing, kutib tur. Yo'q, sumkamda uyimda qolib ketibdi deyapti. Hop, eshitamiz endi. 1:10. Introduction Unit, Lesson D, Exercise 2. Have you got a pencil and an eraser? I've got a pencil, but I haven't got an eraser. The pencil is on my desk. Thanks. Have you got a coloured pen? No, but I've got some coloured pencils. What colours? Red, blue, green, brown. Lots of colours. They're in my pencil case. Is that your pencil case? No, that's Gemma's. My pencil case is in my school bag. Hang on. Oh no, it's at home. Sorry. Eshitib chiqdik.
listeningimizni oshirishga bu juda ham muhim. Zo'r gapiradi bularchi. Introduction Unit. Lesson D. Exercise 2. Have you got a pencil and an eraser? I've got a pencil, but I haven't got an eraser. The pencil is on my desk. Thanks. Have you got a coloured pen? No, but I've got some coloured pencils. What colours? Red, blue, green, brown. Lots of colours. They're in my pencil case. Is that your pencil case? No, that's Gemma's. My pencil case is in my school bag. Hang on. Oh no, it's at home. Sorry. Xo'p. Endi demak, javobimiz nima bo'ldi? Where is Olivia's pencil case? Olivia'ni pencil case qayerda ekan? Demak, qalamdoni nima dedi? At home. It's at home deyapti. Sorry. Uyda qolib ketgan ekan, uyda ekan. Demak, javob nima bo'ladi? Olivia's pencil case is at home deb yozib qo'yishimiz kerak. Xo'p, 3-mashq. Read the learn this box, underline all the examples of a and some and the in the dialogue in exercise 2. Demak, mana exercise 2 ni ichidagi hammasini tagiga chizib chiq deyapti. A and some and the demak a and hammasi bor ekan. Learn this articles haqida. Demak A B C D E 5 ta tushuncha beryapti. The definite article is the. Demak aniq artikel dediga. We can use it with singular and plural nouns. Singular birlik and plural ko'plik noun otlar uchun qo'llasak bo'lar ekan, qo'llay olamiz ekan. The chair, the books. Demak, the chair, the books. Endi 2b da the indefinite article is a or an if the noun begins with a vowel sound. Demak, noaniq artikellar, artikel bu a va n. Bularni biz otlar noun begins with a vowel sound. Demak, unli va undosh harflardan oldin qo'yilar ekan. Demak, boshlanishiga qaraymiz ekan. We only use it with singular nouns, a pen and exam. A pen and exam. Demak, we can use some with plural nouns when we don't know or we don't want to say exactly how many. I have got a pen and some pencils. I've got a pen and some pencils. Demak, we can use some. Demak, somedan foydalanamiz deyapti. With plural nouns, plural ko'plik otlar when we don't know. Demak, qachonki biz bilmaganimizda. We don't want to say. Demak, xohlamaganimizda. Bo'ladimi? Aytishni xohlamaganimizda. Exactly how many. Nechtaligini bilmasak. I've got a pen, men ruchkam bor, and some pencils. Va biroz qalamlarim bor. Nechtaligini bilmaymiz. Shuning uchun some qo'yib ketyapmiz. Sonini bilmaganimiz uchun, aniq bilmaganimiz uchun. Deydi. We use an and some when we mention things for the first time. Demak, an birinchi marta kelganda narsalarni oldidan foydalanamiz degan. Mention nima ekan? Mention. Eslatib o'tish qayta. Demak, buni gaplashdik. I've got a skateboard and some roller blades. I've got a skateboard and some roller blades. Demak, menda skateboard va bir qancha roller bladeslar bor deyapti. Bu roller blades nima ekan? Roller
blades. Rollerblade ekanmi? Demak, shu skateboard bilan we use the when we mention them again. Demak, yana qayta ishlatganimizda. I've got a skateboard and some rollerblades. The skateboard is red and the rollerblades are blue. Demak, ikkinchi marta qaytarganimiz uchun, eslatganimiz uchun, demak, Z dan foydalaning. Dastlab birinchi marta aytayotganligimiz uchun E dan foydalanadi. E yoki samdan. Demak, en yoki sam bekorga birga kelmabdi. Bular noaniq holatlarda qo'yilar ekan. Z bo'lsa aniq holatda qo'yilar ekan. Hop, to'rtinchisi demak speaking ekan. Work in pairs, guruhlarda, juftliklarda ishlang. Pair degani juftlik degani. Pair, pair. Pairs. Juftlar. Pairs, juftliklarda. Work in pairs. Work in pairs. Juftlikda ishlash. Work in pairs. Work in pairs. Work in pairs. Ask and answer questions about the things in exercise 1. Use a or an. Demak, birinchi mashqdagi savollarga javob bering deyapti. Use a dan foydalaning. Have you got a pen in your school bag? Demak, have you got a pen in your school bag? Sumkangizda ruchkangiz bormi deyapti. Yes, I have a pen. I have got a pen in my school bag. Yes, I have. No, I haven't. Desak bo'ldi ekan. Have we got an interactive whiteboard in our classroom? Demak, bizda xonamizda interaktiv doska bormi deyapti. Doskamiz bormi deyapti. Yes, we have. No, we haven't. Demak, grammar builder 122 ga o'tib ketamiz ekan endi. 123. Demak, kendan keyin artikellarga yetib keldik biz. Articles, the, a, and some. Demak, write the correct article a and some. Demak, xo'p, bike. E-bike. Nimaga? Chunki bike sanaladi va bitta bo'lgani uchun e-bike bo'ldi. 2. N bo'ldi. Nimaga? Chunki undosh tovush. Old. An old man. Qari erkak kishi ekan. Endi booksga nima bo'ladi? Endi ko'plik bo'lib qoldi. Endi biz ko'plikka n ishlata olmaymiz. Demak, some bo'ladi-da. Some books. Demak, nechtadir, qanchadir kitob deyapti. Endi computers ko'plikka ham some qo'yamiz. Some computers. Orange. Demak, n bo'ladi. An orange. Children. Endi children o'zi ko'plik. Endi unga some qo'yamiz. Some children. Some children. Demak, easy exercise. Oson mashq bo'lyapti. Oson mashq. An easy exercise. Exercise mashq. Exercise siz bo'lganda mashqlar bo'lardi. Demak, mashqda ham sanasa bo'ladi. Shuning uchun demak n qo'yamiz. An easy exercise. Pen bitta, a pen. Dictionary lug'at ham sanaladi. A dictionary. Endi cats da endi sanalmaymiz. Some qo'yamiz. Some sanalmaymiz. Sanalamiz ko'plik bo'lganligi uchun
sam qo'yilyapti. Demak, tekshirib ko'ramiz. Xo'p. 1 ga qo'ydik, 2 ga n qo'ydik, 3 ga sam, 4 ga ham sam, 5 ga n, 6 ga sam, 7 ga n, 8 ga 9 ga 10 ga sam. Demak, hammasi to'g'ri ekan. Xo'p, 10 ga o'tamiz. Endi write the correct article. To'g'ri, correct degani to'g'ri degani. Correct degan tekshirib qo'yaylik. Correct. To'g'ri. To'g'rilamoq degan fe'l shakli ham bor ekan. Demak, to'g'ri artikelni yozing. An, some, or the. Demak, the ni ham qo'shib ketdi endi. The ni ham qo'yishimiz mumkin. I've got flute. Flute bu musiqa asbobi edi. Demak, birinchi marta kelyapti, sanaladi. Qo'yamiz. Noaniq. Endi and saxophone. To'g'rimi? Endi ko'pmi, sammi, mi bilmaymiz u. Lekin uni ham bilsak bo'lar ekan. Saksofon bittaligi uchun qo'ydik. Agar ko'p bo'lganda sam qo'yardik. To'g'rimi? Hop, I can play. Endi ikkinchi marta kelganligi uchun z ni qo'yamiz. I can play the flute, but I can't play the saxophone. Demak, saxophon chololmayman. Bo'lsa ham chololmayman. I have got rabbits deyapti. Demak, ko'plik ekan. Some qo'yamiz. Some rabbits. And nima? Goldfish. Goldfish nima u? Gold oltin, fish baliq, tilla baliqmi? Goldfish oltin baliq deyapti. Oltin balig'im bor deyapti. Demak, bitta u. O'shaning uchun qo'ydik. I have got some rabbits and a goldfish. Endi rabbits deyapti. Quyonlar deyapti. Demak, endi aniq bo'lgani uchun z qo'yaman. The rabbits names are Floppy, Blackie and Fred deyapti. Quyonlar? Quyonlarim bor dedi. Endi quyonlarning ismini aytib ketyapti. Floppy 3 ta ekanda, demak. Demak, endi baliqni ham aytdi, deb, endi buni z deb aniqligi uchun the fish's name is Goldie. Balig'imning ismi Goldie deyapti. At home we have got uyda endi an old piano and bo'lami drums. Drumni o'zimi deya drumsmidi? Drums. Demak, barabanlar bo'lyapti ekan. Demak, ko'plik bo'lgani uchun sam qo'yamiz. Sam. Endi hop, sandiramiz. Endi pianino haqida bitta gapirdi. Demak, z qo'yiladi. The piano is in the living room and yana the drums are in my brother's bedroom. Akamning yotoqxonasida. We have got a computers. Demak, computers ko'plik ekan. Some qo'yamiz. Some computers and bitta doskasi bor ekan. An interactive whiteboard in the classroom. Endi the qo'yamiz. Endi ikkinchi marta ketyapti. The computers are old, but the interactive whiteboard is new. Demak, kompyuterlar eski ekan. Old degani eski qara, whiteboard yangi ekan, new. Xo'p, tekshirib ko'ramiz. 1 ga qo'yildi, to'g'ri. Z. Hop. 2 ga some, keyin z. To'g'ri. 3 ga n, some, z. To'g'ri. 4 ga some, n, z. Demak, hammasi to'g'ri ekan. Xo'p. Endi
These, that, these, those bo'lyapti. These, that, these, those. Bularni ham o'rgandik. Circle the correct words to complete the sentence deyapti. Circle degani nima qiling? Aylanaga oling. Circle. Circle doira, ha? Doiraga oling deyapti. Qanaqa? Circle. 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 Aylana. Demak, aylana chizishimiz uchun biz risovание karandash qilib olaylik. Tay chizib ketaman. Correct words, to'g'ri so'zni completion va gaplarni to'ldiring. Complete. Hop. Are that those your DVDs? Demak, DVDlar your DVDs. DVDs da is DVDlar bo'lyaptimi? Yes, they are. Demak, ko'plik bo'lsa, demak, these, that, those. Demak, uzoqdagi ikkovi ham uzoqdagini beryapti. Ko'plik uchun biz those olamiz. Are those your DVDs? Yes, they are. Is my friend Marcus. Bu meni do'stim Marcus deyapti. Demak, birlik. Endi nice to meet you Marcus deyapti. Demak, birlik uchun this qo'yiladi. This is my friend Marcus. Bu meni do'stim Marcus. Nice to meet you man. Tanishganimdan xursandman Marcus. Is this those your phone? Bu sen telefoningmi deyapti. Demak, birlik bo'lgani uchun this. No, it isn't deyapti. Hop, is my pencil deyapti. Birlik bo'lgani uchun that. That is my pencil. And are bo'lganligi uchun those. Those are my trainers. Trainers degani krossovkalar over there. My train over there. Over there nima edi? Tashqaridagimi? Over there. Over there. Anavi yerdagi. Anavi yerdagi krossovkalar meniki deyapti. Demak, exercises these ko'plik. These exercises aren't very difficult. Difficult degani qiyin degani. Different turli xil, difficult qiyin. Difficult qiyin. Difficult. Hop, tekshiramiz endi. Birga demak those bo'ldi, to'g'ri. 2ga this bo'ldi, to'g'ri. 3ga this bo'ldi, bu ham to'g'ri. 4ga that bo'ldi, bu ham to'g'ri. 5ga those bo'ldi, to'g'ri. 6ga this bo'ldi, to'g'ri. Demak, hammasini to'g'ri bajardik. Shu bilan grammar builder 1B tugadi deyalamizmi? Yo'q, endi qaytib ketamiz grammar builderdan 7damidik yo 8da edik. Xo'p, demak grammar builderga borib keldik. Xo'p, endi 5-mashqqa kelibmiz. Put an or some in front of the nouns. Front of the nouns. Demak, in front of oldidan put ko'rik birinchi. Put qo'yish, some in front of. In front of oldida, in front of. In front of. Demak, otlar oldidan qo'ying deyapti. En yoki demak address deyapti. Adres, manzil. An address. Hop, pens demak ko'plik ekan bu. Some. Old car. An old car. Tour. Some dogs. Some dogs.
ko'z deyapti. N I. Demek blue pencils demek some blue pencils. Roller blades demek ko'plik, bu ham demek some qo'yamiz. Teachers, bu ham ko'plik ekan, some teachers. Cats, a cat. Bu endi photos, rasmlar ekan, endi some bo'ladi. Some photos. Watch, a watch. Tomosha qilmoqmi? Watch, soat bu yerda. Noun deganda, agar fe'l bo'lganda tomosha qilmoq bo'ladi, demak soat. A watch, a skateboard. Demak tekshirib ko'ramiz. 5, exercise 5. 1 ga n, to'g'ri. 2 ga some, to'g'ri. 3 ga n, to'g'ri. 4 ga some, to'g'ri. 5 ga n, to'g'ri. 6 ga some, 7 ga some, 8 ga some, 9 ga e. 10 ga some, 11 ga e, 12 ga e. Demak to'g'ri ekan. 6-mashqqa o'tamiz. Complete the sentence with a and some or the. Demak zani ham qo'shdik endi. Hop. I have got a red pen. Da qizil uchgan bor va and a green pen. Qizil va ko'k uchgan bor deyapti. Endi z bilan beramiz. The red pen is on my desk. Partamni ustida. The green pen is my pencil case. I've got exams. Demak some bo'ladi. Some ko'plik ekanmi? Some exams. Next week, keyingi haftada bir qancha imtihonlarim bor deyapti. The first exam, birinchi imtihon is math, matematikadan. The second is history and the third is science. History, tarix, science, tabiiy fanlar. My mom's onamning got an orange Fiat. Fiat nima ekan? Fiat money. Fiat money. My mom's got an orange Fiat and my dad's got a blue Renault. No, so'zi yo'q deyapti. Renault. Demak, my mom's got an orange Fiat and my dad's got a blue Renault. Demak, the Fiat is new, but the Renault is very old. I've got some CDs and some DVDs, but I can't play the DVDs because my DVD player is broken. Buzilib qolgan ekan. Buzilgan.
We have got a cat, a dog and a mice. Mice nima degani? Sichqonlar degani emasmi? Unda sam bo'ladi-yu. Mice degani sichqonlar degani ekan. Mice. Demak, mice'ga sam qo'yishimiz kerak. Sam. Chunki ko'plik. Demak, endi the cat's name is Sudi and the dog's name is Fedi. Hop, oltin tekshiramiz endi. Hop. Z. To'g'ri. Faqat mana katta Z bo'lishi kerak ekan. Endi Sam Z uchta Z. Hop. N Z. To'g'ri. Sam Z. Sam Z. To'g'ri. Learn this. Demak, these, those. We use this singular and this plural for things that are close to us. Close, yaqinida degani. Close to us, close. Tekshirib ko'ring. Close, yaqin. Close, yaqin degan ma'nosi ham bor. Near, close, intimate, familiar, friend. Yaqin, yopiq. Dim, tugatmoq, yopmoq, yaqin joyda, oxir. Hop. And that singular and those plural for things that are further away. Further. Further. Yana. Further. Away. Further away. Uzoqroqda ekan. Further away. This chair, these books, that cat, those dogs. Demak, bular o'rgandik biz. To'rtalasini ham. Hop. Read the learn this box. Find an example of this, that, these, or those in the dialogue in exercise 2. Demak, exercise 2 dagidan foydalaning. Demak, speaking, work in pairs, juftliklarda ishlang. Take turns nima ekan endi? Turns. Aylanadi. Find, take turns to ask and answer question about the picture. Take turns. Navbat ekan, navbatga boring. Take turns to ask and answer questions about the pictures. Demak, navbat. Demak, take turns navbat ekan. So'rash va javob berish uchun navbat deyapti. Rasm haqida. Hop, demak, mana qalamlar. Are these your colored pencils? Bular deyapti. Ana ular deyaptimi? These. That, those. Demak, bular. Yaqindagi ko'plik. Are these your colored pencil? Mana qo'lda turibdi. Demak, qo'lida tursa yaqindagi bo'ladi. Yes, they are. Is this your? Yes, they are. Is this your? Is this your? Demak, keyingisi is this your phone bo'ladi. Bu sizni telefoningizmi? Mana bu deyapti-da endi. Hop, demak is this
your calculator. Bunga. Endi bu uzoqdagi nima? Ko'plik. Bunga nima bo'ladi? Those. Those are those your skateboard. Hop. Endi bu birlik uzoqdagi birlik bo'lsa those. Z demak z bo'ladi. Is that your guitar? Hop. Endi yana ketdik. Is that your laptop? Demak, bu siz ruchkalaringizmi bo'lyapti? Mana buni ruchka qo'ysak bo'ladi. Are these your colored pens bo'ladi. Endi uzoqdagi ko'plik those. Are those your books? Hop. Endi grammar builder'ni bajarib keldik. Shu bilan demak tugabdi 1D.